Shunaqa chiroyli mahalladan zudlik bilan sotilayotgan xonadonimizga keldik azizlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz. 4 sotikli xonadonimiz, fasad qismi 22, ichkarisiga 18 metr tashkil etadi. Qurilishimiz shunaqa kengina darvozaxona, bu yerga nechta turar mashina sig'adi bemalol. Xohlasangiz buzib qo'ysangiz ham fasad qismi kengina, ancha-muncha kottejlarni sig'dirib yuborsa bo'ladi. Mana shunaqa akfa eshik romlar o'rnatilgan. Bu yerdan mana 5 ta xonasiga vxod bor. Mana 5 ta xona, 2 ta sanuzel. Qulay arxitekturada mana qilingan. Ichlari remont bo'lgan. Ichkari xonada odam bor ekan, kirmaymiz, ko'rsatib o'tamiz. Shunda bu yerda mana bemalol choy ichib o'tirishga mana sharoitlar qilib qo'yilgan. 5 xonali, 4 sotikli, 2 ta sanuzelli xonadonimizga tashrif buyurdik. Xonadonimiz juda srochniy narxda, zo'r lokatsiyada joylashgan. Uy aniq manzillarni uy egalari bilan bemalol bexijolat bog'lanib, bilib olishingiz mumkin. Uy juda ham srochniy narxda sotilyapti. Shoshilamiz, tez uy egalari bilan bog'laning. Uyga kelib, narxini tepasida baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narx berishadi. Qo'ni-qo'shnilari ahil, tinch, elitniy mahallada joylashgan xonadonimiz. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyalardan muammo yo'q. Bog'cha, maktab, masjid, apteka, magazinlar yaqin joyda joylashgan. Infrastrukturasi qulay. Videoni 5 ta tanishingizga jo'nating. Yurechani bosib, bizga ham nasib qilsin so'zini yozib qoldiring.